Mana bugun biz London markazi Westminster hududida parlament binosi oldida aylanib tomosha qilib yuribmiz. Tasodifan bir mana do'ppi yurgan o'zbek akamizni uchratib qoldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, o'zbekmisiz? Ha, yaxshimisiz? Siz yaxshimisiz? Sog'lig'inglar yaxshi. Ha, chiqqan ekansiz deb aylanib. Ha. Bugun mana dam olish kunida London bo'ylab sayohatni amalga oshirmoqdamiz. Bu ishdan keyingi charchoq chiqarish, madaniy xodim desa ham bo'ladi. Mana London qoq markazida joylashgan parlament binosi va qolaversa butun dunyoga mashhur mana Big Ben soatini tomosha qilib, mana chap tomonda London ko'zi deb nomlangan charxpalakni ham tomosha qilishga ketyapmiz. Juda ham chiroyli. Odamlar oqimini qarang. Butun dunyodan tashrif buyurgan sayyohlar ana shu kelib Big Ben oldida suratga tushmoqda. Buyog'i endi hozir charxpalak tomonga ketyapti. Qanday sizda London haqida, Angliya haqida taassurotlaringiz? Çok güzel dedi Türkler, çok güzel. Juda chiroyli. Taassurotlar juda chiroyli. Londonga tashrif buyurgan har qanday inson bu yerga kelib nafaqat maroqli hordiq oladi, balki o'sha dunyoni ko'rib, mana shunaqa bir mashhur joylarni o'z ko'zi bilan nigoh bilan ko'rib guvoh bo'ladi. Rahmat. Yana biz sayohatimizni, safarimizni davom ettiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Ivan Grozin filmida aytadi-ku, sog' boboyevachcha deydi-ku. Sog'